jada rivojlantirish dasturiga tushgan 16 tuman shaharga chiqqan respublika bo'yicha bittasi bizda Yangiyo'l shaharda. Bitta loyihamiz bu asosiysi mana bizni markaziy Samarqand ko'chamiz, mana bu Gul bozor, mana vokzal ko'chani aylantirib, yangi mostdan yangi mostgacha trotuarlar bo'ldi. Yangi mostdan boshlab tipografiya kruggacha to'liq ikki tomon ko'chani buzib, qaytadan rekonstruksiya qilamiz. Demak, hozir ko'pchilik xabari bor. Biz yoqdik Samarqand ko'chamizni. O'zi loyihada 3 ta ko'cha. Bu demak, Samarqand ko'cha, sohildan kiraverish Beruniy ko'cha, Xalqoboddan kelish Registon ko'chamiz, 3 ta ko'chamiz bir-biriga o'xshamagan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi hozir jarayonda hali oxiriga yetmagan qo'shimcha qiladigan ishlarimiz bor. Xudo xolasa mana M34 deymiz, mana shu Zangata bilan Chinozni bog'lovchi bizning yo'limizda ikkita tunnel tushish jarayonida hozir asosiy qurilish montaj ishlari tugadi. Bu obyektni fevral oyini oxiri bilan ochmoqchimiz. 2,5 gektarga ega bo'lgan eski parkimiz bor edi. Bu loyiha juda mukammal ishlangan. Bizning viloyat hokimimiz nazoratlari juda ham ko'p o'zlarining fikrlarini, ideyalarini berganlar. Shulardan foydalangan holda loyiha qilingan. Mana 300 o'rinli amfiteatr bo'ladi. Shaxmatli joylari bo'ladi. Mana kiraverish mana bu ko'rinishda bo'ladi. Nuroniy otaxonlarimiz, onaxonlarimiz uchun alohida o'zi zona bor. Yerda kutubxonamiz bor. Yoshlarimiz skateboard deydi. Skateboard o'ynaydigan o'sha eski basseynni shunga moslashtirib yozib, qayta rekonstruksiya qilib. Shu Navro'zga ochish rejamiz bor. Baxt mahallasi endi ancha rivojlanib ketdi, sanoat zonamiz ham bor, ko'p qavatli uylar qurildi. Eng asosiysi mana shu yoshlarimiz, o'smirlarimiz, bolalarimiz uchun mana shu stadionni qayta rekonstruksiya qilamiz. Yangi qo'shimcha yopiq sport zal, yopiq mini futbol, yugurish yo'laklari ham to'liq o'zgaryapti. Mana shu ko'chani rekonstruksiya qilmoqchimiz. Mana gen planlarimiz tayyorlandi, bomlar qurilish boshlanadi. Asosiysi mana shu kanalizatsiya yo'q edi. Mana shu muhtaram prezidentimiz qarori asosida pul olib, bitta KNS qurdik bozor ro'parasiga. Bu demak, hammamiz bilamiz, bu yangi ko'prigimiz bizani. O'sha Xalqobod bilan Niyozboshni bog'lovchi ko'prigning tagini hozir bugungi kunda buni atrofini o'rab, avtomobillar turar joyi qildik. Bu o'tgan yil boshlangan hudud bu. 903 gektar joyni tadbirkorlar hozir biz ularga infratuzilmasini qilib berdik. Ular hozir to'liq 903 gektar ichida sanoat zavodlar quriladi, sanoat zona bo'ladi. Olmasda ham xuddi shunday, mana ko'pchilik xabar bor, bir axlat tashlaydigan joyga aylanib ketdi. Biz hozir buni tekislab, auksionga chiqarib, auksion g'oliblari aniq bo'ldi. Bu yerda bir chuqurlik bor, uni hozir ko'mib, yozi bilan shu kecha o'tgan yil shu ishni qildik. Auksionga qo'ydik. Hozir ikkita g'olib aniqlandi. Bu ham tadbirkorlikka ishlab chiqarishni mumkin. Bu 9,5 gektarlik yer maydoni, bu mana xabarida bu Prezident maktabining oldidagi yer. Bizni o'sha tunnelga rejalashtirganimiz sababi ham shu. Demak, Farovon shahari, bu shaharni chap tomoni bilan o'ng tomonini bog'lovchi tunnelni qurdik. Maqsad mana keyingi rejamiz o'sha 9,5 gektar joyga 29 ta ko'p qavatli uylar tushadi. Maktab, bog'cha, poliklinika tushadi. Bu Olmabog' deymiz-ku, ana o'sha joy. Besetka ham turibdi ichida. Mana shu katta attraksion tushadi. Sal boshqacharoq tipda tushadi. Samarqand ko'chamizga qurilishi belgilangan ikkita tunnelimiz bor. Bittasi bozor oldiga, bittasi mana xiyobonimizni o'tadigan joyiga makro bor-ku, makroning ro'parasiga tushadi. Bu ham yer osti bo'ladi. Bu ham yer osti bo'ladi. Chunki mana ko'ryapsizlar, tirbandlik hamma yoq. Peshxodlarni olamiz, mukofotlarni olib, yer ustiga, yer ostiga o'zgartiriladi. Bu yilgi loyiha mart, aprel oylarida qurilish boshlanadi. Ozgina vaqtga cho'zilmaydi. Aholi uchun endi men aytishim kerak, ozgina noqulaylik bo'ladi. Buning uchun oldindan uzr so'raymiz. Yo'l yopiladi. Yo'lni yopamiz. Shu mana shu ko'prikdan hokimiyatgacha bo'lgan qismini yopib, vaqtinchalik monolit bo'lmaydi, galerinkani tez-tez o'rnatib, yo'llar tezroq ochib yuborish. Xuddi shunda Jahon bankining bitta loyihasi bor, kichkina loyihachasi bu o'sha sohilni oldiga
charx balay qo'ymoqchimiz. Charx balayini suvidan foydalanib, sug'orish tizimida foydalanmoqchimiz.